Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün Abbasilerin 3. halifesi Ebu Abdullah Muhammed el-Mahdi degan kishininki tarixini tanışıp çıkımız. Bu adam dadısı Ebu Ja'far el-Mansur ölüp ketgendeki halif bo'lgan. Yani Hicriye 158 yıldan 169 yılgacha 11 yıl taxt o'tgan. Bu adamınki kunyasi Ebu Abdullah, ismi Muhammed ibn Mansur. Bu kişi 127 yılı İzej degan o'rin tug'ilgan. İzej atirqiymiş o İran'da. İran'daki o Xoziston tarafta. 126 yılı deyilgan so'zlar mı bu? Bu kişininki onisi Musa ismiyle meşhur. Mansur el-Himyara degan adamning qizi ekan. Yani erining ismi Mansur, dadasining ismi Mansur ekan. Özü nayeti söyümlük, seha adam. Şekil çırayi nayeti yakımlık. Xalqqa nayeti söyümlük. Etiqadı güzel. Zindiqlarını izi qoğlap, nurgullarını öldürüp taşırgan. Onun üstüge bu adam zindiqlarga, dinsizlarga reddiye bir şekilde diyalektiklik kitaplarını yazışqa buyurgan tunji halife boludur. Dadısıdan hadis rivayet qilgan, Mubarak ibn Fazaladın hadis rivayet qilgan. Bu adamdan Yahya ibn Hamda, Cafer ibn Suleyman Zubai, Muhammed ibn Abdullah Rakkashi, Abu Sufyan Sa'id ibn Yahya el-Muhammari qatarlıq ulamalar, muhaddisler hadis rivayet qilgan. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh şundaq deydi. Bu Mahdi to'g'riliq hadis shunas, yani alimlarning, ulamalarning bahası haqida ne bunu tanqidlab ayıplagan, ne bunu maqtab uçurgan hiç bir tanqidini anlab bakmadım dedi gibi. Ne siliq sipay o'tib ketgan odamga shuni qaraganda. Hamda İbn Adi Osman degan kishiniki so'zdan marfu yuklanma holatlar bayon qilib, Mahdi Abbasning bolalaridan mening tag'am bo'ladi degan. Ama bu yerdeki Muhammed ibn Velid Bani Hashimniki quli bo'lib, Muşulam rivayet qilganda bu so'zni, bu hadisda qo'ydigan odam ekan. İmam Zahabi bu yerda Abdullah ibn Mas'udniki bir so'zni, hadisini dalil keltirib, Mahdining ismi mening ismim bilan o'xshashdir, dadasining ismi mening dadamning ismidir degan bir so'zni rivayet qilgan. Buni İmam Abu Davud Tirmizi chiqargan bo'lsa, uni sahih deb qaragan. Bu hamda keyingi oxir zamonda chiqadigan Mahdi bo'lishi mumkin. Endi Mahdi cho'ng bo'lgan vaqtida dadasi uni Tabariston va Tabaristanning atrofidagi rayonlarga amir belgilgan. Shu jarayonda masalan nurg'un ulamolardan adab, axloq, qoida, yo'sin o'rgangan. Ulamolardan bir so'rinlarda o'tgan va shuning uchun bu nihoyat farqliq, iqtidorli, mavhibilik cho'ng bo'lgan. Endi Muhammed el-Mahdi tunji bo'lib xalifa bo'lgan vaqtida o'qigan xutbasi yoki nutqi dadasi xilofatni buni topshirib ketib, o'lib ketgan vaqtida bu o'zi xalifa bo'lganda, shu bu vaqtida Bag'dodda ekan bu odam. Bag'doddagi vaqtida bu xabar yetib qolgan. Kishilarga nutq so'zlab bundoq degan. Amirul Mu'minin bir da'vatga ovoz qo'shib mangan bir banda buyruqqa bo'ysundi deb ko'zlari yosh kelib ketgan. Bu yani bu kinoyalik gap orqali yani Xudoning buyruqiga ovoz qo'shdi, yani o'lim keldi demoqchida. Undaq dediki, shu vaqtida Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining yoralaridan, do'stlaridan ayrilgan vaqtida yosh to'kkan, yig'lagan dedi. Masalan, o'g'li Ibrohim o'lib ketganda yig'lagan. Men bir buyuk bir dadamdan ayrildim. Ig'ir bir ishga mas'ul bo'ldim. Allah'ның huzurida Emiril Mu'mininga bir savab ümit qılaman. Musulmonlarning xilofat mansibini men qilib qoldim. Bu ishlarga Allohning yordam berishini o'tinaman. Ey xaloyiq, sizlar bizga toatinglarni oshkor qilgan o'xshash ba'zi yoshirin holatdimi, ya'ni toatinglarni, ya'ni yoshirin qilinglar demoqchi o'g'ini bizga, ya'ni oshkora va yoshirin holatda bizga bo'ysuninglar. Biz undaqda sizlarga biz eminlik ato qilamiz. Oxiratni yak oxirida sizlar o'zingni qo'shulab qolsizlar. Sizlar ishingizda adolatni barpo qilgan, adolatni yoygan odamlar uchun o'zinglarning itoat qanotini pasaytinglar deydi.
Hem şundaqla sizlardan ig'irchilikni ko'targan, sizlarga tinchlik, xotirjamlikni yoygan. Yani Allah Taala ishni avval fazli ehsoni bilan ko'rgan holatda mushundaq odamlarga bo'ysuninglar demoqchi. Azbiroyi Xudo, men umrimni sizlarni ya jazolash yoki sizlarga ixlos ehson qilish orqali o'tkazman dedi. Bundaq deganda hamda podshohlikniki taqvoligi qilishdi bo'ladi, qamchida bo'ladi. Zolimni jazolash, mazlumga ko'ngil bo'lish asosida. Hamda Neftaviy degan olimniki deyishcha, Mahdiyninki qo'lida shu ombodagi mollar to'shib, liq ombodi mol dunyoga to'lgan vaqtida mazlumlarninki haqqini qaytirib berishga boshladi. Ko'plagan yig'ilgan mollarni shu kishilarga taqib bergan dedi. O'zinki shu fuqarolarga, qo'laslik odamlarga xayr ehson qilgan. Bir qism kishilarniki deyishcha, tunji bo'lib Mahdiyning xilofati bilan ham muboraklagan, hem dadisiga en güzel ravishda ta'ziya qilgan odam Abid Ulama degan shu davrniki shoiri. Bu shoir she'rda mundaq tuvandiki she'rni deklamatsiya qilib o'qigan ekan. Bu she'rniki mazmuni qisqa mazmuni mundaq: "Mening ikki ko'zimning birsi xushal ko'rindi" dedi. O'z amiriga ko'rib, xushal holatda. Yani birisi yosh to'kidi. Bir ko'zimda yosh, bir ko'zimda xushallik dedi. Yani xalifini bir tarafdan kuylayotdi, yani bir xalifini onunğa pirog'liq dardini o'qiyotdi. Yig'laydir, yani bir qitim kulidir. Buning bu qilgan ishi bo'lgan ishlardan xapulaydir, lekin bilgan ishlardan xursand bo'ladir. Yani o'tgan ishdan xafa, bo'lgan ishdan xushal dedi. Endi xalifining o'limi Xalifininki o'limiga nisbatan hozir tutgan holatda bir xil xafa deydi. Ko'nglim yerim degandekda. Lekin bu bir muloyim, mehribonning bu ishni elib mang'inidan yani xushal. Ama ikkinchi xalifa Mahdiy davatida. Qarsam ko'ginimdek taraydigan chochni ko'rmayaptimi? Yani birisi bunda juladigan chochni ko'rmayaptimi dedi. Sizlar burunqi odatlarda shu o'lib ketgan vaqtda choch soqolni julib oz tutgan yig'laydigan avvallar borda. Lekin men xalifa bo'lganlikdan Mahdiyning buni xushalligidan men buni qilolmayapman demoqchi bo'lsa kerak buningda. Xalif o'lib ketdi, lekin Muhammad Rasulullohning diniga uning keyindan yana xalifa bo'lgan bir zot keldi deb bu Abu Dulama degan shoir bu she'r orqali xalifa Mahdiyni hem qutlug'an hem ta'ziya bergan. Bir beyt qaptim yada. Allah subhanahu va taala shuning uchun bir xilofatning fazilatini buningga hadiya qilibdi yan xalifaga. Shuning uchun jannatin naim inshaalloh dedi. Yani demoqchi bo'lsa kerak. Jannatning ne'matlari bu odamga oning uchun. Maningga xilofat beribdi oning uchun dedi. Dadis uchun jannatning ne'matlari, huzur halovatlari lapildigay deb shunday degan. An 159-yili Hijriyaniki. Mahdi vali ahdlikni o'g'li Hadiyga bayat oldi. Hadiydan keyin, endi Musa Hadiydan keyin yana bir o'g'li Harun Rashidga vali ahdlikni berdi-da. Demak, ikki o'g'liga, ikki bolasiga bir vaqtda vali ahdlikni bekitdi. Mana İslam tarixidagi eng Abbosiylar davrida boshlangan tunji ixtilofningki manbasi mana shu. Huquqni o'ziniki bolalarini afzal ko'rib, ikkilisiga teng bo'lib berib, miros shaklida islom dunyosida ig'ir fojia mushadan boshlangan. Davlat hamda gullanayotgan, birlashayotgan mezgilda yana bir ittifoqsizlik yo'l ichilyapti bu yerda. 160-yil bo'lgan vaqtida Hindistonning Barabat degan yurti fath qilingan majburiy yursunda. Yani 160-yili Mahdi haj qilgan deydi. Hamda shu vaqtida shu Kabe'ninki hojiblarini elib borgan, ya shu yerga o'rinlashtirgan deydi. Yani Kabe'ninki xizmatchilari Mahdining qishiga borgan demakda, yani xatolab qoldi. Ularning hammasi Kabe'ni buzitamdiki deb ensirgan Mahdidan.
Çünkü Kabe'deki yopuqning ko'pligidan. Her yili aşı bir padişah mesela yopuq yapsa yoki bayli yopuq yapsa bir ostidagi yopuqni elib etmay töp-töplab yopuqni yepaverganda şuna Mahdi buyurup bütün yopuqlarni elib tashlab Mahdining yapgan yopuqini Kabe'ning yopuqini qoldirib qo'ygan deydi. Şu vaqtida Mahdiga hamda shu Makkada chiqqan vaqtida muz ekkagan muz İmam Zahabi rahmetullahi alayhi shunday deydi. Bu nimet hech bir podshohga bo'lib boqmagan deydi. Endi hozirgi mezgilda muz bek bir cho'ngish bo'lmasligi mumkin. Mesela Minalada, Erpatlıda chiqqan vaqtimizda muz degan to'kim bo'lib ketadi. To'nglatqida necha oy burun aşağı muzdan chiqib, qochilab, mashinada to'shib, ashtada acil deganda zada shu sug'urib, bayashat bo'lib ketadi Erpat minaqillarda. Muz ajoyib ko'p. Soğuk suyum şunda tayyor. Ama endi Mahdining davrida İslamiyetning bu dastlabki bosqichlari, ya'ni 1300 yil, 1200 yil burun hozirgidek texnikalik davrda bo'lmagan ahvol ostida Arab yarim orolining hamma yer issiq. Muz tutsuga ya yo'q Arab yarim orolida. Yani bu Iroqdan yoki Suriya tarafdan ekkanmisa muzni boshqa tarafdan ekkaga bo'lmaydi. Shu holatda muzni ham Iroqdan ya Afg'oniston tarafdan, mesela ya İran tarafdan, ya Suriye tarafdan ekkenmek bu bek hali ko'p o'ynak ketadigan, aql ketadigan, onun ustiga tezlik talab qilgan bir ahvol. 161-yili Hijriyaning Mahdi Makkaninki shu hajmoniga yo'llarni tuzashga buyurdi deydi. Shu Makkaning yo'llariga qasrlarni, saroylarni silib, hatto shu suv ichadigan ko'lchaklarni o'rnatdi. Hamda islom jamilarida maqsarlar var mesela. Yani kichik bunda ishxona, g'urfa uylar var mesela, yatak uylar var. Shuni amaldan qoldirishga buyurdi. Anda munbarlarni ishlatdi deydi. Mesela masjidning ichiga kichik uy siloldiga ishlavaganda shuni amaldan qoldirgan bo'lsa kerak. Anda munbar qo'ydi buni o'rniga. Bu munbarlarni bu adam yani Peygamberimizningki munbarning o'lchami bo'yicha, yani 3-5 tog'liq holatda bekitib qo'ygan deydi. 163-yili va undan keyingi voqealikda Bizantiya Rim imperiyasi tarafdan nurg'un zaminlarni bular ishg'ol qilib fath qildi deydi. Bu mesela hozirgi Ermeniston, Turkiyaning jiqsimillari, Anadolu taraf, Suriyaninki, Yunan tarafga tutilgan taraflari qatorliq o'rinlar. 166-yili bo'lgan vaqtida Mahdi Salam qasriga yo'tkaldi. Bu adamga Peygamberimizning shahri Madinadan, Yamandan, Makkadan bu saroyga pochtkash o'rnatdi deydi. Qichir tugilani shu mesela her necha kilometr o'ringa mesela qichir tuga otlarni bog'laydi. Mesela Mayadagi pochtkash ya 2 kilometr ya 5 kilometr ya 10 kilometr jiroqlikdagi shu nimaga pochta ishxonasiga xatni to'shiydi. U yerdagi adam ot ulog'ini tayyor qilib turdi-da, ma'ning ulg'a yerib qolgan ekan, av tizlam minib, yani 10 kilometr, 15 kilometr yak av to'shiydi. Bunda xatniki xabarniki yetib berishi nihoyatda tiz bo'ladi hamda. İmam Zahabi rahmetullahi alayhi shunday degan deydi. Bu adam tunji qatim Hijaz zeminidan Iroqqa pochtkash bekitgan adam. Hijaz zemini hozirgi shu Makka, Madina, Toyib qatorliq o'rinlarni Hijaz deydi. 166 ve şundan keyin Mahdi zindiqlarni, dinsizlarni shu iz qo'g'lab yurib o'ltirishga buyurdi. Bu yerdagi zindiqlar asosan islom dini e'tiqodidagi kufriy aqida bilan yashagan kishilar qaraldi. Baqadliq dinni chirib bo'lib, dinning aqidasini buzgan kishilar. Ularni yutlarni izlab qo'g'lab, shu gumonga asosan, tuhmatga asosanlar bilan o'ltirdi dedi. Falanca müştah deb zada shu qilinib bo'lsa tiz qamchisi qilich o'tkir bo'lgan. 167-yil bo'lgan vaqtida Masjidil Haramni to'limi ko'p miqdorda kengaytirishga buyurgan. Hatto shu oralikda Makka mukarramada Masjidil Haramning atrofidagi nurg'un uylarni chiqib Masjidil Haramga qo'shib etgan dedi.
169-yil bo'lgan vaqtida Mahdi o'lib ketdi. Demak bu odam yosh o'lib ketganlik chiqib turdi. Chunki bu odam bir ov chiqib, o'g'ning keyindan qo'g'lab, o bir xarobiylik uyga kirib olgan vaqtida ot shu o'g'ni qo'g'layman deb kendi minib, bu xarobiylikning darvosida Mahdining shu dumbisi mejilib ketib, shu vaqtida dal o'lib ketgan dedi. Mana bu Muharram iyidan 8 kun qolgan vaqtda, ya'ni 21-22 vaqtlar. Bazı rivoyatlarda bu zaharlanib o'lgan deyilibdi. Salmul Xosir bu odamga marsiya o'qib mundaq degan. Bu şirda shunaq deyilibdi mazmunda. Mahdiga bu yaxshi, ya'ni kuchlik bu Mahdiga yig'laymiz dedi. Bu shundoq ediki dedi. Shundoq bir sarang'ulab qoldim men dedi. Marsiya o'qigan Salmul Xosir degan odam. Onunki güzellikleri yarlandı dedi. Yani onun gadairuha degan onunki mesela bunda patkakları mesela aşkarlandı. Onun kemtikleri göründü dedi hem de. Mesela bununki biz ölüp ketkendiği ki muştaq derdin tatvatmaz devletini demek de bu arkalık hem de. Devlettim daha güzellik yok altı edigendik mezmunda. Bu halife izzet şereftin keyin ölüp yo'qolib ketdi. Lekin biz ölüp ketgan qadar buningki harakatlari, buningki qilgan terishchanliklari bu menga qolib qoldi dedi. Her günün sonu boyunca Allah'ın salamı olsun Mahdiga. Bu çünkü dedi. Kapsılıp yetip kaldı. Yarasız yetip kaldı dedi. Kapsılış da hem de kabir degan. Biz hem Emirül Mu'minin topuğa kirgen zaman biz dinni, dünyanı biz taşrif ettik. Deş arkalık bu adam bu şirda tolumu bek azaplanganlıkını, bek dertlik ikenlikini ifadeleyen bir mersiye boğan. Bugünkü dersimiz müşahit olsun ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.